Bilarmidingiz? Sumkasida bolasi bor, Pokemonga o'xshash bu jonivor aslida oddiy emas, daraxtda yashaydigan kenguru ekan. Olimlarning aytishicha, kengurularning eng qadimiy ajdodlari aynan daraxtda yashagan. Yerda yuradigan kengurular esa millionlab yillar oldin pastga tushib ketgan sobiq alpinistlar hisoblanadi. Daraxt kengurulari daraxtga chiqishda hatto ba'zi maymunlardan ham epchil. 6-qavat balandlikdan sakrab tushsa ham hech narsasi sinmaydi. Dumi va oyoqlari zarbani prujinadek yumshatadi. Bolasi esa onasining sumkasida deyarli 1 yilgacha yashaydi. Ular barg, meva, rizvon va gullar bilan oziqlanadi. Bu ozuqa kam quvvat bo'lganligi uchun energiyani tejash maqsadida kuniga taxminan 15 soat uxlashadi. Afsuski, o'rmonlarni kesish va ov qilish sababli ular juda tez yo'qolib bormoqda. Ilgari soni 500 ming atrofida bo'lgan bo'lsa, hozir esa 35 mingdan ham kam qolgan. Endi savol, sizningcha bunday noyob jonivorlarni saqlab qolish uchun odamlar nima qilish kerak? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.